Assalomu alaykum, sizning kanal obunachilari. Mana birinchi shartni firmasi o'zi quyonlarni olib berdim. Birinchi mana shu fransuzga baram. Gnizdolari yasadi. Tarmushkalari, suv idishlari o'zbekcha qilib o'zi ijod qildi. Hozir idishlardan quyon olaman. Uyda bor materiallarni oynaga iskiromlarni kartoshkalarni qo'yib bitta bir kun xudo xohlasa sababi qilingan. Mana quyon ham ikkitasi bor. Ular tushadi. Bu hali kichkina quryapti. Bir hafta ichida o'tib ketayotgan narsa. Xudo xohlasa bu brachkami molxonasi. Hozir suv agarladi. Mana mol boqadi. Xudo xohlasa joy qoldi. Kelgusida inshaalloh shu mollarni o'rniga quyonxona qilib daromad ko'rish xohlasa. Qarang, mana quyonxonani bilan